Turkiya qardosh mamlakatlarimizdan biri. Oxirgi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yanada mustahkamlanib bormoqda. Turkiyaning go'zal manzillaridan biri. Sayohat qiluvchilar, tarixiy qadamjolarni ziyorat etuvchi yurtdoshlarimiz soni ham yildan yilga oshib bormoqda. Hamkasbimiz Jasur Rahmon ham ayni paytda bir guruh qardosh mamlakatlardan bo'lgan jurnalistlar bilan birgalikda Turkiyaning bir qancha shaharlariga tashkil etilgan media turda ishtirok etdi. Galdagi lavhada Shirt shahrida noodatiy landshaftga ega bo'lgan vodiy haqida so'zlab bermoqchi. Ayni paytda Shirt shahrida joylashgan Botan vodiysidamiz. Bu juda ham qadimiy vodiy. Shirtliklarning sevimli maskaniga aylangan. Bu yerdan ajoyib manzarani tomosha qilishingiz mumkin va mana shu manzarada turli chiroyli fotosuratlar hamda videolar tushirishingiz mumkin. Bundan tashqari Shirtda yashaydigan aholi vakillari agar to'y marosimlarini o'tkazishsa, aylanish uchun kelin bilan kuyov mana shu manzilga ham kelishlariga guvoh bo'ldik. Mana shu kabi avtomobillarda kelin kuyovlar bu manzillarga kelishadi hamda o'zlarining quvonchli onlarini mana shu Botan vodiysida o'tkazishadi. Zo'ra? Botan vodiysida mana shunday ajoyib manzaradan zavq olganingizdan so'ng mana bu tarafga o'tishingiz mumkin, chunki bu yerda haqiqiy tarixni ko'rasiz, ya'ni neolit davridagi g'orlar, bu yerda aynan neolit davrida odamlar yashagan, odamlar istiqomat qilgan turli yozuvlar, turli bir ashyolar ham topilgan hamda mana shu Shirt shahridagi muzeylarda saqlanadi ular va mana shunday biz kabi sayyohlar uchun kelinadigan manzillar qatorida turadi. Botan vodiysiga kelgan har bir odam albatta bu g'orlarni ham hech bo'lmaganda bir marotaba tomosha qilib qaytadi hamda g'ordan chiqqandan so'ng yana mana shu go'zal manzarani tomosha qilib va bu yerda tayyorlab qo'yilgan choylardan ham ichib ko'rishi mumkin bo'ladi.